O'sha kuni dunyo to'xtab qolgandek edi. Telefonimga kelgan oxirgi xabar, eshikning yopilgan ovozi va kutilmagan sukunat. U ketdi. Birinchi fikr, endi nima qilaman? Ikkinchi fikr, qayerda xato qildim? Eng yomoni bu emas, umidsizlik emas, go'yoki u o'zi bilan sizni borlig'ingizni olib ketgandek va ichingizda faqat bo'shliq qoldi. Bunaqa vaziyatda odamlar ikki turga bo'linadi. Bir xili mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun o'ziga mayda-mayda ko'ngilxushliklar topadi. Ichkilikka berilishi mumkin, ishga berilishi mumkin, ovqat yeyishi mumkin, siqilib yig'lab dodvoy qilishi mumkin. Ikkinchi turdagi insonlar bo'ladigan bo'lsa, bu muammodan o'ziga xulosa chiqazadi va kelajagi hayot sari sinab qurishni boshlaydi birin-ketin. Bunaqa vaziyatda aytishim mumkin, agar sizni biror kim tashlab ketgan bo'lsa, aytgan nazarda. Demak, taqdir sizga imkoniyat berdi o'zligingizga qaytishingiz uchun. Ayrilish, yolg'iz qolish bu dunyoning oxiri emas. Bu siz chin dildan qadrlagan insonning o'rni bo'shagani demakdir. Agar sizni bu kim tashlab ketgan bo'lsa, bilinglar, siz u insondan kuchliroqsiz. Chunki siz hozir shu yerdasiz. Qochib ketganingiz yo'q. Siz olg'a intilishga va yangiliklar qilishga, baxtli bo'lishga tayyorsiz. Siz o'sha kuni nima qilgan edingiz? Kommentariyalarda iltimos o'zingizlarni optinglarni, tajribalarni yozib qoldiringlar. Balkim kimgadir bu yordam bo'lar. Dilda aytilmagan gaplar.